Azoblangan, mol-mulkini, sog'lig'ini yo'qotgan fuqarolar dalil va isbotlar bilan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaatlar bilan hali hamon chiqishmoqda. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov O'zbekiston mustaqil bo'lishi bilan yurtimizni farovonligi, xalqimizni tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash uchun kurashni mamlakatdagi turli xil uyushgan jinoyatchilardan iborat reydlarni yoppasiga qamab, ularni tomiri bilan yo'q qilishdan boshladi. Xalqimizni tinchligini, o'zini va oila a'zolarini tinchligini ta'minlash uchun SMB Milliy xavfsizlik xizmati degan buyuk tizimni tashkil qildi. Lekin bu tizim yurtimiz ravnaqi, xalqimizni tinchligi uchun halol mehnat qiladiganlarni emas, balki qarindosh urug', quda andalardan iborat qashqirlar to'dasi, poraxo'r nafsi buzuq kafan o'g'rilarini qo'llariga o'tib qolganini prezident bilmay qoldi. Bu tizim xalqqa xizmat qilish o'rniga uni taladi, xalqni oxirgi tiyinlarigacha tortib oldi, yurtimizni korrupsiya botqog'iga botirib yubordi. Islom Karimov davrida ham ko'plab yuqori lavozimlarda ishlab, pora olgan, egallab turgan mansabini suiiste'mol qilib qamalganlar bo'lgan, lekin oshkor qilinmagan, hech qayerga yozilmagan. Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya kuniga bag'ishlangan tadbirda korrupsiya bankda, hokimiyatlarda, kasalxonalarda, prokuratura va ichki ishlarda, qo'yingki beshikdan to qabrgacha poraxo'rlik avj olib ketganini aytdi. Va biz bu kasallikdan qutulishimiz uchun birgalikda kurashishimiz kerak deb barchani korrupsiyaga qarshi kurashga chorladi. 30 milliondan ortiq aholisi bor davlatimizda korrupsiya yoyilib ketgan. Mana yaqinda yuqori lavozimlarda ishlovchi 1177 ta shaxslarni qonunni buzganlari uchun, poraxo'rlik qilganlari uchun javobgarlikka tortdik dedi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev prokuratura xodimlarining 80% o'g'rilarning eng kattalaridir. Bular eski sistemadan qolgan axlatlardir deb ta'kidladi. Bugun mana shu 1177 ta korrupsionerlarning orasidagi oilaviy uyushgan jinoyatchilar haqidagi videoni havola qilamiz. 2018-yilning 2-mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'zbekistonda eng katta qudratli, yengilmas prokuror Mirzayev oilasi bilan qamoqqa olindi. Prokuror Mirzayev har qanday masalani hal qilgani uchun antibiotik laqabini olgan. Uning akasi Rustam Inoyatovning katta opasini eri bo'lgan. U Moskvada operatsiya stolida o'lgan. U tiriklik chog'ida Inoyatovdan ukasi Miraglan Mirzayevni Toshkent shahar prokuror o'rinbosari lavozimiga o'tkazishni iltimos qilgan. Miraglan Mirzayev Rustam Inoyatovning homiyligi va panasida nafaqat Toshkent shahar prokuraturasini, balki butun O'zbekiston prokuraturasini boshqargan. Bosh prokuror Rashid Qodirov ham faqat Miraglan Mirzayevning maslahati va ruxsati bilan shahar va rayon prokurorlarini tayyorlagan. Aytishlaricha, Miraglan Mirzayevning saxiyligi va roziligi $500 ming dan $1 million gacha baholangan. Uni qo'lida qo'g'irchoq prokuror bo'lishi uchun shahar prokurorini shaxsan o'zi tayinlagan. Qo'lida qo'g'irchoq bo'ladigan prokuror tayinlash uchun Miraglan Mirzayevning buyruqlarini so'zsiz bajaruvchi komandasi sobiq prokuror Bahodir Valiyevni olib tashladi. Bahodir Valiyevni esa shaxsan Islom Karimov shaharning bosh prokurori etib tayinlagan edi. Shahar prokurorini ishdan olish Miraglanga hech qanday qiyinchilik tug'dirmadi. Abu Sahiy bozoridan joy olish uchun $50 ming pora ustida qo'lga tushirdi-da, kattagina shov-shuv uyushtirib, yo'lidagi g'ordan qutuldi qo'ydi. Yengilmas Miraglan Mirzayev bosh prokurordan qutulgach, buyruqlarni so'zsiz bajaruvchi Mirzohid Obidovni bosh prokuror kursisiga o'tkazib qo'ydi. Muhabbat Hasanova Miraglan Mirzayevning xotini, Toshkent shahar Yunusobod tuman advokatura bo'limining boshlig'i, laqabi Muxa kardinal. Abdurashid Mirzayev Miraglan Mirzayevning o'g'li, milliy xavfsizlikni Toshkent shahar terrorchilik va uyushgan jinoyatlarga qarshi kurash bo'limining boshlig'i. Mansur Mirzayev Miraglan Mirzayevning jiyani, ya'ni ukasining o'g'li, Toshkent oblastining milliy xavfsizlik jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i, laqabi Malish. Rustam Inoyatovning panohida bu qashqirlar oilasi 10 yillab nafaqat boy tadbirkorlarni, shu bilan birga Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar bo'limi, prokuratura, hokimiyat, qurilish,
Qaysi sohadagi amaldor bo'lishidan qat'iy nazar terrorda ushlab, ulardan muntazam ravishda pora talab qilib kelishgan. Sobiq prokuror Miraglan Mirzayev va uning xotini katta pul evaziga har qanday savollarni yechib kelishgan, ruschasiga rishat qilib kelishgan. O'sha vaqtlari shahar prokuraturasi bamisoli ularning shaxsiy mulkiga aylanib qolgan. Barcha sud tizimlari muhabbatni yugurtaklari bo'lgan. Advokat Petrichenko Muxa kardinalni o'ng qo'li bo'lgan. Lyudmila poraga berilgan pullarni muhabbatga yetkazib turgan. Muhabbat sud ichining birortasida o'zi shaxsan ishtirok etmagan, u faqat nazorat qilib borgan. Eri esa natijaga erishish uchun telefon qo'ng'iroqlarini uyushtirib turgan. Advokat Lyudmila uzoq yillar muhabbat bilan ishlagan. U birinchi prezident Islom Abdug'aniyevich Karimovni davlat maslahatchisi Qo'qonboyevni xotini bo'lgan. Ularda har bir jinoyatni yopish uchun alohida preskkurantlari bo'lgan. Ya'ni har bir ish uchun alohida narxlar bo'lgan. Aniqroq qilib aytganda, pul uchun har qanday jinoyat ishini joyida yopib kelishgan. Ismi sir tutilishini iltimos qilgan bir tadbirkor ayolni so'zlariga qaraganda, ular Toshkentda shaxsiy klinika ochishadi. Mirzayevlar mafiyasi esa ularning biznesini tortib olmoqchi bo'lishadi. Oldiniga ochiqdan ochiq qo'rqitishadi. Keyin esa Miraglanni jiyani, tadbirkor ayolni vrach bo'lib ishlaydigan o'g'lini shantaj yo'li bilan qo'lga tushirishadi va Milliy xavfsizlik xizmati xodimiga qarshilik ko'rsatib, hamla qildi deb rasmiylashtirishadi. Shundan so'ng tadbirkor ayolga advokat Muhabbat Hasanovaga murojaat qilishga maslahat berishadi. Tadbirkor ayol Miraglan Mirzayevning xotini Muhabbat Hasanovaga uchraydi. Muhabbat Hasanova esa u ayolni Abdurashidga minnatdorchilik bildirishga yuboradi, ya'ni o'g'lini oldiga yuboradi. Abdurashid Mirzayevga $10,000 berganimda, u pulni olib shunaqangi xunuk qarab, sen menga nima beryapsan? Oddiygina postda turadigan redaboyni pulini olib keldingmi deb bepisandlik bilan pulni tortmaga tashladi. Keyin bilsam, Muhabbat opani oddiygina ostonasini bosib o'tish $50,000 dan boshlanar ekan. Baribir hamma biznesimni sotdim, bor mol-mulklarimni sotib, pullarimni berdim, lekin o'g'limni saqlab qola olmadim. Ular baribir o'g'limni qamashdi, dedi poliklinika egasi. Mirzayevlarni shu va shunga o'xshagan jinoyatlari qanchadan qancha, etakka solsa etakka sig'maydi. Ular sodir etgan jinoyatlarni og'zaki hisoblab bo'lmaydi. Shular pul qilish uchun jinoyatchilarni oqlab, halol odamlarni jinoyatda ayblab, qamash uchun ishlatgan aqlini yurtimizni ravnaqi yo'liga ishlatishganida edi. Mustaqilligimiz yanayam gullab yashnagan, xalqimiz chet ellarda qul bo'lib ishlamayotgan, bolalar ota-onasiz katta bo'lmayotgan, keksaygan ota-onalar farzandlarini kutib yo'llariga nigoron bo'lib o'tirishmagan bo'lar edi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich qonun doirasidan chiqib, prokuror nomiga dog' tushirib, o'z manfaatini ko'zlab, tadbirkorlarni tuhmat bilan qamab, O'zbekiston xalqini qiynab kelayotgan prokuratura organ xodimlarini barchasini taftish etishga buyruq bergan. Prezident buyrug'idan keyin ko'p o'tmasdan 2018-yili birinchi aniqlangan daliliy ayblovlar bilan bosh prokuror Rashid Qodirov va Miraglan Mirzayev tomonidan tuzilgan jinoiy guruh ushlanib, ularning 13tasi uzoq muddatli qamoq jazosi bilan jazolanishdi. Hozirgi kungacha jinoyatchi sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov va Miraglan Mirzayevning oilasi va jinoiy guruh a'zolari tomonidan sodir etilgan jinoyatlar ochilib bormoqda. Azoblangan, mol-mulkini, sog'lig'ini yo'qotgan fuqarolar dalil va isbotlar bilan huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga murojaatlar bilan hali hamon chiqishmoqda.